asosiy temalardan bittasi bugungi kunda qo'shilgan qiymat solig'i, chakana va ulgurji savdolarda bo'layotgan muammolar. Qo'shtirnoq ichida zachotga olish masalasi. Yaqinroq kelamiz, balandroq qilamiz. 12% miqdorida to'laverganmiz. Qanaqa qilib hisoblab olamiz? 240 ming so'm chiqadi. Soliq yukini yengillashtirish degan tushuncha soliqdan qochish emas. Shatta to'lab olasiz. Assalomu alaykum. Bugun ko'pchilikni qiziqtirayotgan narsalarga javob olib berishga va javob olishga harakat qilamiz. Eng asosiy temalardan bittasi bugungi kunda qo'shilgan qiymat solig'i emas, qo'shilgan qiymatga soliq mavzusida gaplashib o'tamiz. Aynan bu narsa eng ko'p ko'rayotgan joyimiz bu savdolarda, chakana va ulgurji savdolarda bo'layotgan muammolar haqida. Oddiyroq qilib aytadigan bo'lsak, hozirgi kunda zachotga olib qo'yish degan masala, ya'ni qo'shtirnoq ichida zachotga olish masalasi ko'p tadbirkorlarni oyog'ini kesishga harakat qilyapti. Buxgalter bu narsani noto'g'ri tushunchadan, noto'g'ri talqin qilgan natijasida rahbarlar orqadan o'qishni boshladi. Ya'ni bu botqoqdan buxgalterlar chiqadigan davrimiz kelganini o'zimizdan ozgina his qilaylik. Biz qo'shilgan qiymat solig'i nimaligini chetdan qo'shilgan qiymatga soliq emas, aynan qo'shilgan qiymat solig'i deb yuritishni boshladik. Oddiyroq misol, 10 so'mga oldingiz, ustiga 3 so'm qo'shdingiz, ana o'sha qo'shilgan qiymat bo'ldi. Ana o'shandan to'lanadi bu soliq. Bu qachonlardir zachotga olib qo'ygan summalarimizni minusidan emas. Zachotga olish degan tushuncha sotgan mahsulotingizni zachotidagi summani minus qilib to'laydigan summangiz. Omborga tashab qo'ygan narsangiz emas. Chunki moda bo'lgan narsa qanaqa? Endi chiqib ketyapti. Shot fakturani tezlashtiraylik deb zachot degan tushunchani olib ketishni boshladik. Biz bitta narsani noto'g'ri tushunganmiz. Biz umuman tushunish davridan tashqariga chiqib ketgandek o'zimizni his qilishni boshlaganmiz. Ya'ni qo'shilgan qiymatga soliq degan tushuncha oddiyroq qilib, agar buxgalter bu narsani optimizatsiya qiladigan bo'lsa, ya'ni yengillashtirib berib, to'g'ri tanlov qilsa, unda olam gulistonga aylanib, hamma yoq gullashni boshlaydi. Qattandir kelib chiqqan summalar emas. Bizni aynan NDS degan summa realizatsiyadan to'lanishini to'g'ri tushunib olaylik. Ya'ni qo'shilgan qiymatga soliq. 10 so'mga olayotgan jarayonimizda 3 so'm to'ladik. Endi ustiga 3 so'm qo'shgan paytimizda o'sha 3 so'mni ayirib tashib chiqarishimiz kerak. Buni yaqqol misolida oladigan bo'lsak, aynan magazinlar diqqatiga va ulgurji savdo bilan shug'ullanadiganlar diqqatiga. Palon 1000 tonna, palon 1000 kilo olib kelyapmiz. Sotmaganini ham sotganimizni endi esdan minus qilib tashab, ertaga tekshiruv kelsa, voy, qayerdan shuncha endi chiqdi degan xabarlarni oldik. Shuning uchun biz bu narsani to'g'ri qiladigan bo'lsak, hammasi joyiga tushadi. Oddiyroq misolda, oddiyroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Endi bu narsalarni hammasini hozir bitta rashotida, oddiy misolda, oddiy tushunchalarda tushuntirib berishga harakat qilaman. Yaqinroq kelamiz, balandroq qilamiz. Chunki hamma narsani sonlarda ko'rsak, tushunishimiz oson bo'ladi. Xo'sh, sonlarda ko'rish osonroq bo'lgani uchun aynan sonlarda ko'ramiz. Bitta narsani bilaylik. Misol sifatida oddiyroq tushuntirishga va hammaga tushunarli bo'lishga harakat qilaman. Bir narsa oldik. 10 million so'mga va u narsa uchun biz qo'shimcha 1 million 200 NDS to'lab berdik. Aynan 1 million 200. Ya'ni o'sha 10 millionni 12% miqdorida to'lab berganmiz. Xo'sh, biz o'zimizga bu narsani kirim sifatida 10 million qilib oladi buxgalteriya. Endi bunga har xil xarajatlar va o'zimizning ustamani qo'yganimizda nima paydo bo'ladi? Biz bu narsalarni qo'yganimizdan keyin, misol 2 million ustiga qo'shimcha qo'ydik. Qanaqa qilib hisoblab olamiz? Agar biz ulgurji savdo bo'ladigan bo'lsak, biz o'zimizning korxonalarga shot faktura beramiz.
O'sha paytda sizda sklad bo'lsa, ombor bo'lsagina bu narsani to'g'ri qila olasiz. Ombor yo'qmi? Arizangizni yozib ishdan bo'shang. Buxgalter, botqoqdan chiqing. Ombor qilishga 26 endi boshlandi. Ombor qilishga harakat qiling. Mana o'sha ombordan qaraysiz. Bu mahsulot kirimi qancha bo'lgan? Sizda turadi 10 million bo'lib. Shot faktura qilayotgan paytingizda qaraysiz, 12 millionga sotilyapti. Demak, 12 millionga sotilgandan keyin aynan 12 millionni endi esa 1 million 440 ming so'm bo'ladi. 1 million 440 ming so'm chiqqandan keyin 12 millionni 12% hisoblaysiz. Sizda shu summa chiqdi. Endi siz bu olgan summangiz bilan solishtirasiz. To'g'rimi? Minus qilayotganingizda. Agar biz butun 10 millionni hammasini sotsak, bu narsa chiqadi. Ayirib tashlagan paytimizda 240 ming so'm bo'ladimi, to'g'rimi? 240 ming so'm chiqadi. Mana bu zachot deymiz biz buni. Faqat qo'sh tirnoqchida zachot emas, to'g'ri zachot shu bo'ladi. Va bizda 12 milliondan hisoblangan, ya'ni 10 million ustiga 2 million qo'yib sotyapmiz 12 millionga, undan chiqqan endiz. Va mana bu summa. 2 million ichida hamma xarajatlarimiz bor. Umumiy olganda biza nimaga qo'shilgan qiymat solig'i emas, aynan qo'shilgan qiymatga soliq deyishimizni nazariy jihatini tushuntirib beraman. Qo'shilgan qiymat 2 millionmi? Mana spetsialni plus 2 million qildim. Mana shundan 12% to'lanishi lozim degan summa chiqadi. 240 ming. O'sha 240 mingni shot faktura berishingiz bilan to'lab oling, soliq yuki yengillashadi. Yuk degan tushuncha yengil bo'ladi. Soliq yuki o'zgarmaydi. Bu qanaqa tushuntirib beraman? 10 kilolik sumkani bir kunda ko'tarib ketishingiz qanaqa-yu? Har kuni ketayotganingizda yarim kilo cho'ntagingizga hisob olib ketganingiz qanaqa? Yuk bir xil. Bilib olinglar, soliq yukini yengillashtirish degan tushuncha soliqdan qochish emas. Aynan yukni bo'lib yengillashtirib yuborish deyiladi. Mana shu holatda yukni yengillashtirgan hisoblanasiz. Shot faktura berdingiz, to'lab oling, bo'ldi. Berdingiz, to'lang. Razitsasi bor. 10 million kirimingizni ko'rdingiz, 12 milliondan sotilyapti, demak 2 millionni 12% hisoblaysizda, shatta to'lab olasiz. Birinchi narsa. Endi u holatda teskari holati qanaqa bo'ladi desak, biz 10 millionga olgan narsamizni 8 millionligini sotadigan bo'lsak, ustiga 2 million qo'yib, baribir ham 240 ming bo'ladi. O'zimizni yukimizni og'irlashtirib tashamaylik. 2 million qo'yamiz. Ustiga qo'yayotgan qiymatimizni olamiz, 12%ni chiqardik, to'ladik. Yuk yengillashadi. Shuning uchun ham bizda ko'pincha mana bunaqa tushuncha bordi, soliq yukini yengillashtirsa, soliqdan qochish degan tushunchani yo'q. O'sha aytgan narsam 10 kilo. Keyingi holatni ko'radigan bo'lsak, agar siz ulgurjimas, chakana savdo bo'ladigan bo'lsangiz, misol uchun chek berdingiz, ketdi, chek berdingiz, ketdi. Nimaga muammo bo'lib qoladi oxirida? Sababi kuniga 100 ta chek chiqadigan bo'lsa, kuniga 100 ta chek chiqsa, 30 kunda bitta qilaman desangiz, siz butun ishingizni yukini 10 kilolik setkangizdan yana 4 ta qilib qo'yib 1 soatda olib borib tashladingiz. Ana bitta narsada xafa bo'lmanglar, haqiqatni aytaman. Uyda axlatni har kuni emas, 30 kunda bir to'ksak qanaqa bo'ladi? Hidi ham zo'r bo'ladi. Xuddi shunaqa holatga kelib qoladi buxgalteriya. Xafa bo'lmang, bu haqiqat. Ana xuddi shu narsa soliqda ham mavjud bo'ladi. Chek bir kunda keldi, chiqdi cheklaringiz, ertalab ishga keldingiz, cheklarni, kechagi cheklarni qo'shdingiz, skladingiz bor, Excelda qilingan, razitsasini chiqardingiz, shartta to'lab oling. Rahbarga bu narsani tushuntirsangiz, xuddi shu bo'ladi. Xohlasangiz axlat misolida tushuntiring, xohlasangiz yuk misolida tushuntiring. Umuman olganda biz o'zimizni soliq yukimizni yengillashtirishga va uni bo'lib to'lashga harakat qilishimiz kerak. Biz uni og'ir qilib olib qo'yishimiz emas. Nima sababdan 1 yillik ichida 500, 300, 400, 200 million yig'ilib qoladi? Bizning hisob kitobimiz noto'g'ri. Endi nima qilamiz? Rahbarga borib aytsak, "Sen unaqa ekansan, sen bunaqa ekansan" degan gapdan qo'rqamizmi? Men unaqa emas, soliq yomon degan tushunchaga ketamiz. Lekin biz yukni yig'ib qo'ydik.
qanaqadir muammo bo'lsa, mana bu nomerlarga telefon qilinglar, uchrashamiz, kelishamiz, qaysi viloyatdan bo'lishinglardan qat'iy nazar hammasini to'g'rilab ko'ramiz. Taroziga qo'yamiz. Xato hisoblanishlar ham ko'pi mavjud. Uni to'g'rilashga harakat qilamiz. Yuk esa shu narsa. Bemalol telefon qilinglar, narxini kelishib olamiz. Mana shu nomerlarga ko'ringlar, narxini telefonda kelishib olamiz, Telegramda kelishib olamiz. Hammasi normalniy bo'ladi. O'zinglarni ham to'g'rilashga harakat qilinglar. To'g'rini to'g'ri kesadi deydi-ku. Bu gapning ma'nosini bilganlar biladi. Kelasi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling, buxgalterlarning bosh buxgalterlari.